5 kişinin Türkisinde Dinamarka. Hatta sözler modaga kirdi, sözler. Sanga 20 yıl bir söz modaga kirdi. Vakit yok diyeyim. Dırız. Tuğanım ne konağa gelmişsin? Vakit yok. Ne ati annenin halini bilmişsin? Vakit yok. Ne şaldıratmışsın? Ne sen yakın dostlarına şaldıratmışsın? Vakit yok. Ne sen bala bilen oynarga? Vakit yok. Просто vakit yok. 50 yarı kişi tuğa, 50 yarı kişi üle. Можешь şey yaşarız. Kalganlara все по интернету. Просто vakit yok. Belki benim anlatımımdır. Belki zamana saçmadır. Tik bana bu zaman aşamayı dostlar. Eğer motor yaşayız, modlu giyinemiz, bütün bir pamuk. Tik bana bunda buş dostlar. Bizning eti eniga qarata hurmat yo'q. Alar bizning kili hazır. Alar bizning kili. Alar bizning turmushni qaraydi. Biz aların kiyinkilanamiz. Bizning hazır tuğanlık degan ship isildi. Edagiz iskepchiligilar, elekkaga samantoylar, Qayta edi tuğanlar. Uşaq yo'lga baraga pishirib, barmon tortib, kesh o'tirib, pishirib, yeb, iga qaytib, idakka tizilishib yotib, ertan minshayaq, nindi motor vaqtlar bor edi. Hozirgi samantoylarni qarag'iz. Bizni maymal o'rna shakaralarda bizning xalq chiyib shunda qishqirib, sikiramizda. Yo'q, dirsini aytdim, mentiga, o'zimda millat jonli kishi bularga aytdim. Hozir butun ayber, butun bayram napaqazo'qibdi. Hozir bir kim o'yinga chiqmay, ocha boshlarini chiqmay, hozir bitta oddiy narsa. Hatta bizim o'yinlardan napaqazo'qib ketdik hozir. Qaror, mana qisoslik kelib turib. Shun do'stlik aytasida yo'q. Baylar bilan, qo'yishlar bilan ular bo'limda ko'pda. Onlar birini anlamayın. Men shundan ongiradir ayman. So'nggi 10 yil belki ko'rakdir edi. Bolalarni psixologga keta boshladik. Bizning bolalar bilan psixolog animatsiyada shikshi. Nexin biz o'sganda bizim bilan birinchi psixolog animatsiyada. Yati bizda maktabga da beraydi, shabarka bilan gidirib birini sadraydi, kelib chaqlaydi, mana shunday bir ili. Çünkü biz bolalarga e'tibor beramiz. Bizim vaqt yo'q. Biz bolalarga telefon tuttirdik, bizim bolalarga yankilar qaraydi, shurlik ishlar qaraydi. Bizim bolalarga abilar qaramay, anilar qaramay vaqt yo'q. Bilasizmi?